İbadətdən tələb qılınğını köp qilish emas, yaxşı qilishdir. Abdori Muhammed Yusuf. İbadətdən məqsəd onu köp qilish emas, bəlkə onundan nəticə elishdir. Çünki ibadət özü g'oya emas, vasıtıdır. Yəni ibadət kamalat dərəcələrə yüksəlişinin şotisi, qalbni islah qilishning doğrusudur. Şuna ibadətinin köp qılınışıq emas, onun qalbda qaldırğan təsirigə və insanın əxlaqıga bərgən meyvəsiga qaraş gerek. Qalbning əməlləri bədənning əməllərindən əvzəl və mühimdir. Qalb əməlləri deganimiz Allah Taala'nı uluqlaş, Allah Taala'ga və onun peyğəmbərlərinə muhabbət bağlaş, Allah Taala'nın rəhmətini ümid qılıb, azabından qorquş, özünün Allah Taala'ga muhtajlığını his qilish, günahlarına tövbə qilish qatarlıqlardır. Köp namaz o'qish, köp roza tutish, xayri saxovatni köp qilish, köp Qur'on o'qish, savobliq amallarni köp qilish nihoyatda yaxshi. Ammo bu ibodatlar qalbni isloh qilish, go'zal axloq bilan zinnatlash yo'lidagi sabablardan iboratdir. Chunki asos g'oya qalbni isloh qilib, axloqni isloh qilishdir. Payg'ambar alayhissalomning "Men faqat go'zal axloqni umumlashtirish uchun avatildim" degan so'zi buni isbotlaydi. Çünki dünya və axirətdə əsqatıdığını sağlam qalbdir. Faqat Allah'ın dərgahıga sağlam qalb bilan gələn adamlar payda tapıdı. Şeyxul İslam İbn Teymiyyə əməllərinin ən əvzəli qaysı degan sualga qalbin qılğan əməlingdir deb cavab bergan. Çünki məqsəd əməl ibadətni köp qilish emas, bəlkə onundan təsir elish, onun arqılıq əxlaqni tüzdiş, mükəmməllik qarab ilgirləşdir. Nurg'un kishilar borki, amal ibodatlarni ko'p qiladi. Hatto nafl namoz, nafl roza, xayri ihson qatorliqlarning hammasida bor. Ammo axloqi nachar, muomalasi qo'pol yoki to'g'ri emas. Mundaq kishilar ibodatning mevasini ololmagan kishilar bo'lib, bular xuddi 1 yil jafoliq yer terib, hech qanday hosil ololmagan dehqonga o'xshaydi. Chunki dehqon uchun kerak bo'lgan narsa yerga qanchalik ko'p ishlaganligi, uni qancha qitim sug'urganligi, qancha qitim o'g'itlaganligi va qancha qitim suv kutib etizlikda navbat tutganligi emas, balki oldigan mo'llisidir. Ibodatmi shundoq. Yana ba'zi kishilar borki, ular dinda olim va notiq. Ularning tabliğlari kishilarni o'z ta'sir ostiga elib oldi. Ularning tabliğlari natijasida nurg'un kishilar musulmon bo'ldi. Yani nurg'un musulmonlar gunohlariga tavba qilib, Allah Taolaga e'tiqod qilish yo'liga kirdi. Ular tabliğlarda musulmonlarning mayli irqdan va qaysi davlatdan bo'lsin, rangi qanday rangda bo'lsin, hammasi qarindosh, hammasi barobar muomalaga loyiq ekanligini, insonlarning eng yaxshisi o'zining oizdiklarga eng yaxshi muomala qilgan kishilar ekanligi, harom yeyishning og'ir gunoh ekanligini, va'dasida turmaslikning munofiqlik ekanligini so'zlab, og'zidan ko'pik chiqarib ketadi. Hatto so'zning ta'siridan anglag'uvchilarni yig'ilib o'tadi. Ammo afsuski, bu tabliğ mazkur tabliğ qiluvchilarning o'ziga qilch ta'sir qilmaydi. Kishilar uchun tashabbus qilgan ishlarni o'zi qilmaydi. Ularni to'sqan ishlarni o'zi qiladi. Kishilarning kiygan kiyimiga va chiroyiga qarab muomala qiladi. Oilalarga qo'pollik qiladi. Qo'shnilarga arziyat beradi. Kishilarga va'da qilib xiloflik qiladi. Muomalada kishilarni qaqti-soqti qiladi. Mana bu turdagi kishilar qilgan amal ibodatlarining natijasini ko'rolmagan, mevasini yeyolmagan kishilardir. Kishilar jannatga taqvoligi va go'zal axloqi bilan kiradi. Kishilar jannatga amal ibodatning ko'pligi bilan kirmaydi. Payg'ambar alayhissalom kishilarni jannatga eng ko'p kirgizgan narsaning nima ekanligi haqida so'ralganda, Allohga taqvolik qilish va go'zal axloqdir deb javob bergan. Yana mundaq degan: Mümin odam o'zining go'zal axloqi sayesinde kechasi namoz o'qib, kunduzi roza tutganning savobini topadi. Payg'ambar alayhissalom yana mundaq degan: Qiyomat kuni ba'zi kishilar tog'da ko'p amal ibodatlar bilan keladi. Ammo ularning amal ibodatlarining savobi bo'ron to'zitib ketgandekla yo'q bo'lib ketadi. Sahobalar: "Ya Rasululloh, ular qanday kishilar?" deb so'raganda, Payg'ambar alayhissalom ularga: "Ular sizlarning diniy qarindishinglardir. Ularmi sizlar namoz o'qigandek namoz o'qiydi. Kechalari tahajjud o'qiydi. Ammo ular Alloh harom qilgan ishlarni qilishdan o'zini to'solmaydi"
degan. Ya'ni, ularning badani Alloh taologa ibodat qilgani bilan qalbi itoat qilmaydi. Ular ko'rinishda nihoyat taqvo bandi bo'lgani bilan qalbida taqvolikdan asar yo'q edi. Ularning tashqi ko'rinishi chiroyli bo'lgani bilan ichki dunyosi xarob edi. Ular amal ibodatni ko'p qilgani bilan amal ibodatning g'oyasini amalga oshira olmagan edi. Shunga amal ibodatni ko'p qilishga emas, balki uningdan natija olishga tirishimiz lozim. Mümin odam amal ibodatdan albatta huzur, halovat oladi. Ammo bizga zarur bo'lgani amal ibodatning halovati emas, uning natijasi va mevasidir. Amal ibodatlarning savobini saqlab qolish muhimdir. Qilingan amal ibodatlarning savobini saqlash masalasimi intayin muhimdir. Chunki amal ibodat qilish o'ng'ay, ammo uning savobini zoyi bo'lib ketishdan saqlab qolish qiyindir. Chunki bir qitimli g'ayvat bilan nurg'un amal ibodat bekor bo'lib ketib, o'rniga g'ayvat qilingan kishining gunohlari yuklandi. Bir qitimliq minnat qilish orqali qilingan xayri saxovatning va sadiqaning savobi butunlay yo'q chiqadi. Minnat qilib berilgan zakat hargiz ado topmaydi. Pul milini Alloh yo'lida sarf qildigan, orqasini uning minnat qilmaydigan va xayri saxovatiga erishganlarni ranjitmaydigan kishilarga Rabbining dargohida xos mukofotlar bor. Ularga qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Yaxshi so'z va kechiritish arziyat agishib keldigan sadiqadan afzaldir. Alloh bandalarining sadiqasiga muhtoj emasdir. Gunohkorni jazolashga oldirib ketmaydigan zotdir. Ey iymon etganlar, pul milini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qildigan, Allohga va oxirat kuniga ishonmaydigan kishiga o'xshash bergan sadiqanglarni minnat qilish va arziyat yetkazish bilan bekor qilib etmanglar. Bundaq odam xuddi ustiga to'pichan qo'nib qolgan, qattiq yomg'irdan keyin yuyilib burunqidek bo'lib ketgan siliq toshga o'xshaydi. Ular qilgan amallari uchun oxiratda savobdan hech narsaga ega bo'la olmaydi. Alloh kofir qavmini hidoyat qilmaydi. Amal ibodat qilib boshqalarning baholashini yoki maqtashini kutgan odamning amali bekor bo'lib ketadi. Shuningdek, biror masjid haramda qadr kechasini o'tkazilsa, bu nihoyat cho'ng utuq va katta ibodatdir. Ammo atisi buni boshqalarga so'zlab berib faxrlansa, qilgan ibodatlardan mag'rurlanib ketsa, kishilarning maqtashidan huzur olsa, uning bir kecha uxlamay qilgan bu katta ibodatning savobi yo'qolib ketadi. Amal ibodatni bir kadrning yoki bir ishchining kundalik tirikchilik ishiga o'xshatib, uning natijasiga ahamiyat bermaydiganlar ziyon tortadi. Rasmiyat uchun ishxonada o'ltirib soatni to'shqizish bilan hisoblashadigan odam bilan qilgan tirikchiligida foydani ko'zlaydigan, bir qadamdan bekor atmaydigan odam o'xshashmi? Xuddi bu misaldagidek ibodatni rasmiyat o'rnida qilib qo'ydigan kishilar bilan amal ibodatni ixlos bilan qatirqinib qilgan odammi o'xshash emas. Ixlos ibodatning jinidir. Ibodatda kayfiyat bek muhimdir. Alloh taoloning roziligiga amal ibodatlarni ko'p qilish bilan yoki ko'p kishilarni dinga ergashtirish bilan erishgili bo'lmaydi. Balki Alloh taoloning roziligiga ixlos bilan amalni yaxshi va sifatli qilish bilan erishgili bo'ladi. Şuna ba'zida birər eğiz söz yoki birər yaxshi niyat haqiqiy saodatga va mangulik nijotlikqa sabab bo'lib qoldi. Ahvol shundoq ekan, amal ibodatlarning ko'p qilinishiga emas, balki qalbdagi ixlosga qarash kerak. Chunki kerak bo'lgani ixlosdir. Zodi Alloh taolaning roziligini ko'zlamay, boshqa maqsad va manfaatlarni ko'zlab qilingan yoki Alloh taolaning roziligini ko'zlash bilan birga boshqa maqsadlarni ko'zlab qilingan butun amallar va ibodatlar bekordir. Umama ibn Bahili raziyallohu anhu rivoyat qilindiki, bir odam payg'ambar alayhissalomning huzuriga kelib uningdan: "Ya Rasululloh, birov Allohdan savob umid qilish bilan birga nomin chiqarish niyat qilib jihad qilsa qanday bo'ladi?" deb so'raganda payg'ambar alayhissalom: "Uningga savob yo'q" deb javob berdi. Ondan yana: "Alloh o'zining roziligini ko'zlab xolis qilingan amaldan boshqasini qabul qilmaydi" dedi. Demak, amal ibodatning soni emas, ixlos muhimdir. Amal ibodatni talab loyiq holda sifatli qilish nurg'unlagan sifatsiz amallardan afzaldir. Masalan, ko'mir kilogramm bilan hatto tonlab, oltin bo'lsa grammlab tortildi. İxlaslık əməl altın bolsa, ixlassız əməl kömürgə oxşaydı.